Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Limonchilik agro xizmat YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 2-dekabr 2025-yil hafta kuniga seshanba. Biz Farg'ona viloyati Furqat tumani Karmak qishlog'iga kelganmiz, Kamoliddin akam xonadoniga. Necha yoshida aka limonlar? 5 yoshli limonlarni abreskalarni bahonasi tugatdik mana. Dehqonlar kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'ysalaring. Mana chiqaradigan videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Kimga mana shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, dehqonlar pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Telegramda kanalimiz bor. Lemonariya agro xizmati uzmasdan yozsalaring. Telegramdagi kanalimiz ham kelib chiqadi. Bemalol o'tib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishlaring mumkin. Dehqonlar mana 5 yoshlik limon ko'chatlarni hozir ariqlarini mana shu holatda, mana shu lomkasini tugagan joydan ikki yonidan ariq olinadi. 40 ga 40 qilib ariq olib, ana undan keyin o'g'itlash ishlari bo'ladi. Keyin 15 santidan go'ng tashlab, sveji go'ng tashlab chiqiladi. Bilamizki, limonda 80%, 85% ozuqasi bu go'ng hisoblanadi. Dehqonlar ko'pchilikda savol bo'lib qolishi mumkin, nimaga barglari to'kilib ketyapti degan. Mana bu tomonni ham ko'rsatib ketay. Barglari siyrak bo'lib qolgan, sabab urgamchikana tushgan mana. Kivi kasal bo'lib qolgan, limonlar ko'rinadigan bo'lsa, shuni hisobiga urgamchikana ko'payib ketgan va sekin astalik bilan barglarimizni to'kib yuboryapti. Sabab mana shu ozuqani o'rgamchikani o'zlashtirib olgan. Ya'ni o'simlikka, daraxtga ketadigan ozuqalarni o'rgamchikani o'zlashtirib olganning hisobiga shu holatga kelib qolgan, ya'ni barglari to'kilib ketgan. Buni boshqa videolarimizda ham chiqargan edik. Yana aytib ketyapmiz. Xo'p, dehqonlar savol takliflar bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketay. Zaявка berish, ya'ni mana shu limonlarni kesish bo'yicha zaявка berish. Pastda ikkita nomer qoldiramiz. Mana shu nomerimizga dehqonlar SMS tarzida siz yo'llaysiz, ko'chatning yoshi, nechtaligi va manzil, telefon nomer mana shu holatda mana ko'rinadigan bo'lsa, mana shu holatda jo'natilgan. Buni biz daftarga yozib qo'yamiz va Xudo xolasa akamizniki Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida bo'ladigan bo'lsa, Uchko'prikka borgan paytimizda Xudo xolasa aloqaga chiqib borib limonlarini abreska qilib berib kelamiz. Xudo xolasa planlarimiz o'qishni tugatib keldik. Xorazmga borib qolishimiz mumkin, aniq emas, lekin hozir dogovor ishlari tugaydigan bo'lsa, kelishib qolsak, Xudo xolasa Xorazmga boramiz va keyin mana shu O'zbekiston bo'yicha abreskalarni davom ettiramiz. Dehqonlar yana bir narsani aytib o'tib ketay. Limonni mana bu shaklini ko'rib ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Men mana shu 17 yildan beri limon sohasida yurgan bo'lsam, mana shu limonni abreskasi, ya'ni kesishdi, har xil turlarini ko'rdik. O'zimiz ham qilib ko'rdik. Uzun shoxlarni ham qo'yib berib ko'rdik. Bu meva bermaydi emas, meva beradi. Har qanday usulda kesgan taqdiringizda ham meva beradi. Faqat
hozirgi mana shu kesiladigan yo'nalish bu daraxtlarni erta qarishini oldini olish va ona shoxlarni ko'paytirib berish va mana shu gavdaga turgan mana shu holatiga qarab turib shoxlarni qo'yib beradigan bo'lsak, xudo xohlasa qilinadigan mevalar standart chiroyli bo'lib pishishiga olib keladi. Xudo xohlasa Andijonga borganda Husniddin hoji akamizni limonlarini keskani borgan paytimizda hoji akamni ham fikrlarini olamiz. Ya'ni shu uzun qo'yib kesilgan limonlar yil o'tgandan keyin keskin mevalar kamayib ketib va daraxtlar erta qarib qolib tepaga yetib qolganini hisobiga hozirgi kunda mana shu holatda hoji akamnikiga ham kesib berganmiz. Xo'p, dehqonlar, bugunga shu, yana boradigan joyimiz bor. Shuning uchun qisqaroq video qildik. Ko'rgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Biz ham bergan mana shu ma'lumotlarimizga rozimiz. Mana taglarini ko'rishlaring mumkin. Chopilgan, lo'nkalar ochilgan, sharbatlar quyilgan. Endi qilinadigan ish mana shu ikki yonidan ariq olib, ariqlarga o'g'itlash va go'nglash ishlari olib boriladi. Dehqonlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ayvaq qo'yibdi. Asilbek. Mana. Kamoliddin akamning o'g'illari. Sog' bo'linglar dehqonlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli va yangidan yangi ma'lumotlarni berishda davom etamiz.